Assalomu alaykum. Bu Orol ovozi, siz bilan Solijon Abdurahmonov. Turkiya namoyishlari, Olaf Scholz va vazirlari iste'foga chiqdilar. Fransuzlar irqiy diskriminatsiyaga qarshi. Bu uchta mavzuni olayotganligim, bilasiz, so'nggi vaqtlari dunyo siyosati juda bir o'ziga xos junbushga keldi. Buni bir so'z bilan, bir gap bilan aytadigan bo'lsak, Ukrainadagi urush o'ziga xos bir turtki berdi deyish mumkin. Endi Turkiya masalasida bir hafta bo'ldiki, mana Turkiya aholisining ma'lum bir qismi ko'chalarga namoyishga chiqdilar. Ular asosiy talabi hozirdagi Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'anga muxolifat hisoblangan Istanbul meri Ekrem İmamoğlu'ning hibsga olinganligi. U kishi hibsda bo'lgan, mana yaqinda bor yo'g'i bir hafta oldin. O'sha hibsdaligida ham bo'lg'usi saylovlarda, prezident saylovlarida Turkiyada o'z nomzodini qo'yajakligini aytganligi haqida ba'zi manbalar yozmoqda. Saylovlar esa Turkiyada muddatidan oldin bo'lishi mumkin deya kutilmoqda. Bu noyabr 2027-yil, hali 2,5 yil bor. Bu yerda endi hozirgi hokimiyatdagi Recep Tayyip Erdo'g'an yana o'z nomzodini qo'yishini, uning partiya Adolatlilik va rivojlanish partiyasining raisining yordamchisi gapirib o'tgan va shu bilan birgalikda eng bir asosiy muxolifatchi o'sha yuqorida aytganim Istanbul meri. Endi ko'plab tahlilchilar, jurnalistlar, mustaqil jurnalistlar yozyaptilarki, shu Recep Tayyip Erdo'g'an mana shu saylovlardan oldin o'zining saylov oldi yo'lini raqiblaridan tozalamoqda deb. Endi turkiyaliklar bu narsalarda, albatta Turkiyada so'z erkinligi ancha-muncha keng. U yerda muxolifat o'zining gazetalarini chiqaradi, ochiq, radio, televideniyalari, xullas nisbatan olganda ancha yuqori tashkillangan bu ishlar. Aslida bu saylov, ya'ni prezident saylovi navbatdagi 2028-yilning bahorida bo'lishi kerak edi. Shu yerda aytib o'tish lozimki, Turkiya turk dunyosini birlashtirish bo'yicha juda ko'p ishlarni qildi. Bu borada ayniqsa bizning o'zbek muxolifatchilarimiz ham, jurnalistlarimiz ham ko'plab yozdilar. Ammo oldingi saylovda, bu may 2023-yili bo'lib o'tgan ancha tashvishli saylov bo'ldi Turkiya uchun va ming afsuski bundan bir to'g'ri xulosalar chiqarilmaganligini biz bugunda ko'rib turibmiz. Ya'ni muhim bo'ldi deganim, bu yerda Recep Tayyip Erdo'g'an birinchi turda yuta olmadi. Fuqarolarning qatnashishi albatta nisbatan olganda yuqori bo'ldi deyish mumkin Turkiyalarga, boshqa demokratik mamlakatlarga. Birinchi turda 87% saylovchilar qatnashgan, ikkinchi turda 84%. Unda bilasiz, endi Kemal Kılıçdaroğlu Respublika Xalq partiyasidan nomzod qilib ko'rsatilgan. Bunda bir necha partiyalar Recep Tayyip Erdo'g'an atrofida ham birlashdilar va Erdo'g'an o'shanda 49,52% ovoz oldi. 50%dan bo'lmagani uchun u saylov ikkinchi turga qoldirildi.
Kılıçdaroğlu bo'lsa o'shanda 44%, %88 ovoz olgan. Men endi o'sha paytda bu bir necha o'rtoqlar bilan suhbatlashganimizda bu juda tashvishli belgilar bu Turkiyadagi demokratik jarayonning o'ziga xos ko'rsatkichi bo'lgani bilan bu Turkiyada ancha shov-shuvlarni keltirib chiqaradi degan edim. Chiqarishi mumkin deb, odatda men mumkin deb deyarli gapirmayman. Chunki shaxsiy fikrda aytsangiz, mumkin deyish bu bilmaganlikni belgisi bo'ladi-da, bilmaganlikni. Men endi buni bu shovqinlarning boshlanishi bo'ladi deganim, oldingidan ko'ra muxolifat ochiq kurash maydoniga chiqdi. Uni atrofida ham o'sha paytda 6 ta partiya birlashdi deb yozishdi. 6 ta partiya deb. Bu yaxshi narsa bunday qaraganda. Chunki demokratik prinsiplarga asosan birlashish. Chunki mamlakatga bitta prezident bo'ladi. 10 partiya bo'lsin, 20 partiya bo'lsin, nomzodlar qatnashgani bilan faqat bitta odam yutadi oxirida. Xullas, mana shu kurash jarayoni, ya'ni Kılıçdaroğlu atrofida birikkan partiyalar ham bu turk xalqlarining, ya'ni turkiyaliklarning vakillari. Demak, o'shandan keyin bu vakillar ham kurash endi bu yerda mazasini oldi deyish mumkin, lekin unchalik bir o'rinli gap deb hisoblamayman men, ammo kurash mumkinligini ko'rdilar. Bundan beri mana oradan endi deyarli 3 yilga yaqin vaqt o'tyapti va bu kurash mazasini olingan kurash turkiyaliklarni ko'chaga chiqardi. Faqatgina hozir Istanbulda emas, boshqa yirik shaharlarda ham davom qilyapti bu. Davom qilyapti. Saylovda Erdo'g'an g'alaba qilgani bilan o'sha 2023-yildagi, lekin uning partiyasi parlamentda ko'pchilik ovoz ola olmadi va ular koalitsiya qilishga majbur bo'lishdilar. O'sha yillarning bir tashvishli ekanligi, ya'ni 22-23-yillar, 23-yil saylov bo'lyapti endi. Uning oldida ham ancha tashvishli holat yuzaga kelgan. Buni biz tarmoqlarda o'qib, kuzatib borayotganimiz uchun men uni bir-ikki o'rtoqlarga ham aytdim. Masalan, mana 60% inflyatsiya mana bu jihatda, ya'ni yo'nalishlarda o'tirishli deydi. Endi o'sha 70% bo'lgan deb o'zim bitta o'qib qoldim, 83% deb turib bitta yo'nalishda endi. Ya'ni bitta masalan qishloq xo'jalik mahsulotlarimi yoki bo'lmasa boshqa kiyim-kechaklarmi, xullas bir jabhani olganda 83% deb o'qidim, ammo men o'zim chiqishlarimda uni 83% deb aytmadim. Juda ham bir ko'p bo'lganday ko'rinmasin deb 70%dan ortiq deb gapirganman. Endi ijtimoiy tarmoqlarda yozilganlarida mana 22-yilda yillik inflyatsiya Turkiyaning o'zida umumiy barcha jihatlar tomonlarda olganda 78% bo'lgan yillik inflyatsiya. Bu ya'ni liraning qadrsizlanishi deymiz endi buni, agar to'g'ridan to'g'ri aytadigan bo'lsak dehqonchasiga. Bu juda katta narsa, katta xavfli narsa. Bu 22-yilda. Endi oradan 3 yil o'tdi. Keyin energiya nositili deydi. Endi bu energiya ta'minotidagi baholar bo'lsa 151% bo'lgan. Oziq-ovqat mahsulotlari 93% ga oshgan. 93%, deyarli 2 barobar. Yozga kelib turk lirasi 2,5 barobar, ya'ni 22-yilda yozga kelib 2,5 barobarga qadrsizlangan 21-yilga nisbatan olganda, ya'ni 1 yilning ichida. Bu juda xavfli belgi. Juda xavfli belgi. Endi bu o'sha Erdo'g'anning rahbarlik davri, boshqa men o'shanda bir-ikki o'rtoqlarga ham aytganman, mana shu turk dunyosi birlashish degan lozung ko'tarib chiqib gapirayotganlarga bir ayting, mana shu
yo'nalishda ham gapirishsin, tahliliy maqolalar qilishsin deb turib. Chunki biz istagimiz, turk dunyosi birlashish istagi albatta bor va bu istak yo'q bo'lishi mumkin emas hech qachon, hech mumkin emas. Ayniqsa hozirgi bir alg'ov-dalg'ov yillarida dunyoning. Ammo birlashish prinsiplari, negizlari haqida negadir bizning o'sha birlashish kerak deb bunday aytganda katta baraband chalayotgan o'rtoqlar biron marta meni uchratmadim bir maqolalarini. Chunki bunda masalan Erdo'g'on hukumatini tanqid qilish kerak bo'ladi albatta. Nima uchun shunday? Nega shunday deb. Lekin bu degani Turkiya boshchiligidagi turk mamlakatlarining birlashishiga to'sqinlik qiladi degani emas. Chunki biz o'sha fundamentni tahlil qilamiz. Lekin bizning ko'plab tahlilchilarimiz, taniqli muxolifatchilarimiz bu haqda ming afsuski gapirishni o'zlariga ma'qul ko'rishmaydi. Bu esa siyosatda juda jiddiy xato deb baholaniladi. Xullas, Erdo'g'on rahbarligidagi Turkiya mana shunday bir holatlarni boshidan kechirib keldi va endi o'sha muxolifat vakilini hibsga olish orqali o'ziga shu saylov yo'llarini ochayotib, turk xalqini ishontira olmayapti deb bemalol bugun aytsa bo'ladi. Oldin ham bu shunday fikrda edim men, chunki hukumat, prezident ommani ishontira olganida bu inflyatsiyani jilovlagan bo'lardi. Ammo jilovlash ming afsuski Erdo'g'on boshchiligidagi bunday aytganda hukumat deymiz endi rahbariyatining qo'lidan kelmayapti. Bunday holatda muxolifat albatta jonlanadi va jonlanishi kerak. Bu o'ziga xos tarixiy qonun. Endi shu yuzada men Berlinda bitta Turkiyani ancha-muncha yaxshi bilardi deb o'ylayman, kuzatadi, boshqa so'rab qoldi. Kuni kecha bu tasodifan uchrashib qoldik. Bitta o'zbek yigit shu Turkiya voqealari qanday tugaydi Zolijon og'a deb so'rab qoldi-da. Men endi ma'lum darajada ko'rganman o'sha namoyishlarni boshqasini. Shu bilan men uyga kelgandan keyin yana davomini kecha o'tgan kuni ko'rdim. Bu hozir men buni yozayotganim efirda 26-sana kuni kechqurun yozyapman. Sal keyinroq qo'yaman buni, chunki texnik sabablar yana boshqa bir ishlar bilan shunday orada ozgina vaqt o'tadi bu efirga qo'ygunimcha. Xullas 25-mart kuni o'sha hangoma bo'ldi, ya'ni Turkiya voqealari qanday tugaydi sizning fikringizcha deb. Men u yerda Erdo'g'on muxolifatni hibsga olinganlarni chiqarib yuborishga majbur bo'ladi va shuning bilan namoyishlar tinchiydi deb fikr bildirdim. Endi keyin uyga kelib ko'rganimdan keyin albatta buni yana ham bu fikrni mustahkamladim. Chunki turkiyaliklar nima deganda ham ular ma'lum darajada demokratiyalashgan Yevropa deyish mumkin. Ular shuncha joylarda, shuncha shaharlarda chiqqan ekan, ular darrov to'xtab qolmaydi. Ularni o'qlar bilan, boshqa bilan to'xtatib bo'lmaydi. Buni endi hokimiyat juda yaxshi biladi uni, Erdo'g'on boshchiligidagi. Lekin ko'zdan yosh oqiruvchi gazlar ishlatilyapti, keyin suv mashinalari ishlatilyapti. Xullas, ma'lum darajada tinchishga harakat qilinyapti. Ammo o'sha holat ming afsuski hali davom qiladi va mening shaxsiy fikrim bo'yicha o'sha hibsdagi muxolifatchilarni chiqarmaguncha tinchimaydi. Endi bu yerda muxolifatchilar yana bugungi xabarlarda, bu 26-mart kungi xabarlarda 100dan ortiqroq muxolifatning o'sha atrofidagilar, Istanbul merining bunday aytganda, atrofi deganda endi o'sha joydagi demaymiz biz. Boshqa joylarda ham uni qo'llab-quvvatlovchilardan, eng faollaridan 100dan ortiq hibsga olingan.
Yuzdan ortig'i va ularni ham ma'lum qismini chiqaradi va shu bilan tinchishsa kerak degan rejaga borishadi Erdo'g'on boshchiligida Turkiya rahbariyati. Ammo bu juda og'ir kechadi. Shuning uchun biz ming afsuski turk dunyosining vakillari sifatida juda og'riqli qabul qilyapmiz bu holatlarni va turkshunos bizning mutasaddilarimiz O'zbekistondagi ayniqsa iqtisod jihatidan yaxshi kuzatib o'tirgan bu inflyatsiyalarning sabablarini boshqa ochiq aytishi kerak, Albatta biz O'zbekiston-Turkiya munosabatlari yaxshi, o'zaro qo'llab-quvvatlash yaqin, ammo bu degani biz o'zimiz ko'rib turgan kamchilikni o'zimiz kamchilik deb hisoblagan holatda biz hurmat qilamiz endi Turkiyani, Erdo'g'onni deb turib aytmay o'tirishimiz bu keyingi ham murakkablashishlarga olib keladi. O'ylaymanki, o'rtoqlar buni yaxshi bilishadi deb. Endi Germaniyaning o'ziga xos bir yangiligini ham aytib o'tishim kerak. Bugun 26-mart sanasiga Scholz boshchiligidagi Germaniya hukumati отставка deymiz, endi iste'foga chiqdi. Iste'foga chiqqanligi bu belgilangan qonundagi tartib bu. Ular o'zining ixtiyoriy yo boshqa emas, ixtiyoriy tashlab ketayotgani yo'q. U yangi saylangan Bundestag o'sha hukumatni shakllantiradi. Endi u yerda ham Bundestagda ham bitta partiya to'liq ustunlikka erisha olmadi. Koalitsiya bo'ladi u yerda ham. Kamida 3 ta partiyalar birikib va o'shalar birikib Bundestag Germaniyaning yangi hukumatini saylamagunicha Scholz boshchiligidagi hukumat bugun o'sha iste'foga chiqqani bilan ham faoliyatini o'sha yangi hukumat tayinlanguncha davom qilib turadi. Bu borada ham juda qizg'in bahs-munozaralar Germaniyada, umuman Germaniyada siyosiy atmosfera pasaymaydi, dovuli qizishi, siyosiy qizish ham sovimas ekanda bu yerda. Chunki har haftada jiddiy bir narsalarni olib chiqishadi o'sha deputatlar, albatta jiddiy narsalarni. Bu endi har holda men yaxshi deb hisoblayman. Ba'zan ko'rganimizdan etik normalardan sal chiqqanini ko'ramiz yoki bo'lmasa bir jahl qilib bir nimalarni gapirganini ko'ramiz. Masalan, men oldin bir aytib o'tgan edim, ilojsizlikdan aytay deb. Hatto Scholzni Amerikaning kuchugi deb gapiryapti bitta deputat Bundestagda. Bular endi siyosiy madaniyatning ochig'ini aytish kerak pastligidan, o'sha shaxsning, o'sha gapirayotgan odamning u o'zining ilojsizligidan gapiryapti buni. Lekin buni boshqacharoq aytsa ham bo'lardi. Xullas, mana shunday jarayon Germaniyada doim davom qilib kelyapti. Keyin Germaniya uchun alternativa partiyasi ham oldingisidan deyarli 2 barobar ko'p ovoz olib, hozir 20% ortiq holatda o'rinlari ham ko'paydi va yana o'sish kuzatilyapti ularning, ya'ni ularga ovoz beruvchilar. Chunki Germaniyada har hafta hech bo'lmaganda bitta ikkita mustaqil tashkilotlar so'rovnoma qiladi. So'rovnomalar odamlardan-da mustaqil va uni men haligacha biron bir maqolalar o'qimadimki, yo'q, bunga ishonib bo'lmaydi bu so'rovnomalarga, bu yuzaki u bu degan gaplarni. Mana shu nuqtai nazardan ham Germaniya siyosiy hayoti o'ziga xos bir qizishmada turibdi hozir. Yana bir jihati yangi kansler kelganida Merz u Germaniyaning uzoqqa otuvchi qurollarini Ukrainaga berish tarafdori. Bu borada ko'plab chiqishlarda ham gapiryapti. Shuning uchun unga ham kompromatlar deymiz, endi biz qarshi materiallar to'planishib deyarli har kun nimadir chiqadi Germaniyaning ommaviy axborot vositalarida. Endi bu yerda ba'zi manbalar bu Rossiyaning ishi deb yozishadi. Biz endi tashqarida o'tirgan odam
buni men tashqarida deganda o'sha siyosiy jarayonning ichida emasligimni nazarda tutyapman. Bu to'g'ri, bu noto'g'ri deb baho qo'yolmaymiz. Baho qo'yolmaymiz. Chunki bunday baho qo'yish uchun, ya'ni bu Rossiyaning ishi deb turib, bunda juda ko'p ma'lumotlarga ega bo'lish kerak bo'ladi. Juda ko'p bir o'ziga xos mutaxassislar bilan suhbatlashish kerak bo'ladi va ular keltirayotgan argumentlarni o'rganish kerak bo'ladi. Shuning uchun men hozir aytayotganim bu faqat bir informatsiya, xabar tariqasida. Ya'ni Rossiya Germaniyani silkitib turishdan manfaatdor degan. Endi bu siyosatda oddiy narsa. Buni o'rtoqlar juda yaxshi tushunadi deb o'ylayman. Chunki Rossiya Ukrainada g'alaba qilmoqchi, Germaniya bu yo'lda juda jiddiy to'siqlarning birisi. Shu nuqtai nazardan bu ochiq frontdagi kurash endi ko'rinib turibdi, lekin yopiq parda orqasida ham bir necha frontlarda kurash ketyapti. Shu nuqtai nazardan Germaniyada ham holatni notinchlashtirish harakati Moskva tomonidan doim amalga oshirilib turibdi deb yozayotgan siyosatchilar ham ancha-muncha topiladi Germaniyada. Shu bilan birgalikda nemislar deymiz endi, Germaniyaning fuqarolari, ahli, odatda nemislar deb yozishadi. Naselение Germaniya aholisi degan nimalarni men juda kam uchrataman. Men o'zim masalan O'zbekistonni gapiradigan bo'lsam, umumiy O'zbekiston aholisi yoki xalqi degan ma'noda gapiraman. O'zbeklar desak sal o'ng'aysiz bo'ladi, ammo Germaniyada nemislar deb gapiraveradi. Bu yerda endi har xil millat juda ham ko'p. Lekin shunday bo'lsa ham nemislar deydi, hech kim faqat nemislarni aytyapti deb xafa bo'lmaydi. Bunga o'ziga xos urg'u berayotganim, nemislarning noroziligi ham ma'lum darajada oshgan. Shuning uchun mana ish tashlashlar o'ziga xos bo'lib ketdi so'nggi vaqtlarda. Oldin bir gapirganimda aytgan edim. Uchoqlar, ya'ni yo'lovchi tashish aviatsiyasi namoyish qilib ish tashladi bir kunda. Bunda 500 mingdan ortiq odam ucholmay qoldi. Uning davolari o'sha odamlarning haligacha ham yozilib turibdi. Har xil gap so'zlar boshqa. Endi metro xizmatchilari, avtobus, endi passajir tashuvchi yer transportlari desa to'g'riroq bo'ladi. Ular ham 2 kunlik mana yaqindagina ish tashlash qilishdi. Endi hozir aytishyaptiki, mana shu 4-kuni ham payshanbada ham mana shunday namoyish bo'ladi deb bugun gapirishib qolishdi. Men buni hali ko'rmadim. Buni darrov topib ko'rsa bo'ladi internetlarda. Xullas, mana shunday bir voqea hodisalarning Yevropada o'chog'i bo'lib qoldi Germaniya deyish mumkin. Bu yerda xullas haftada bir necha namoyishlar, Berlinning o'zida ham har hafta bir necha namoyishlar bo'ladi. Ayniqsa shanba kunlari hech bo'sh qolmaydi. Bu bir jihatdan fikr aytish, ichki bug'di parlarni chiqarish. Lekin ikkinchi jihati ma'lum darajadagi norozilikning xavfli tomoniga bir o'ziga xos kuch berish. Bu xavfli kuch berish. Mana shu nuqtai nazardan hokimiyat, men ko'p kuzatganman bu namoyishlarni, qancha qatnashib, hokimiyat politsiya orqali mana shu muxolifat bo'lsin, boshqa namoyishchilar bo'lsin, o'sha kuch olib ketishining oldini olishga judayam yaxshi tayyorlanganlar ular. Ya'ni bevosita aralashmaydi, kuzatib turishadi, keyin o'sha vertolyotlar doim tinmay aylanib turadi. O'sha kattaroq namoyishlar bo'lgan holatlarda odatda bitta bo'lmasa 2 ta aylanib turadi vertolyot. Ular ham to'g'ridan to'g'ri o'sha maydonni tushirib turadi albatta, va agar to'polon o'sha joyda politsiyaning yuborilgan kuchlarga bo'ysunmasdan ketadigan bo'lsa, qo'shimcha o'sha yaqin joylarda bir bilinmay saqlanib turgan kuchlar bor deb o'ylayman men o'zimda.
o'ylayman. Chunki agar olomon birdaniga bir g'ayritabiiy kutilganidan g'ayritabiiy harakat qilib qolsa, politsiya darrov 4-5 minutda keladi. Qancha kerak bo'lsa shuncha keladi deyish mumkin. Chunki bu yerda endi ruxsat bermasa, oldin bir necha so'ralgan holatlarda ruxsat bermaganida ham namoyishlar o'tkazishadi, yirik tashkilotlar o'tkazishadi. Buni bittasini men boya bir gapirib o'tgan edim. 20-yil 29-avgustdagi o'sha pandemiyaga qarshi namoyish ruxsat qilinmagan, lekin o'sha tashkilotchilar 600 dan ortiq 700 atrofida ariza berib baribir chiqishgan. Men ham o'sha qatnashdim. Keyin o'sha joyda gapirishyapti. Ruxsat bermadi oldinga shunaqa deb turib. Lekin politsiya o'sha yig'ilganlarda ruxsati yo'q deb turib kuch ishlatib quvmaydi. Faqat ular o'sha joyda to'polon bo'lib ketmasligining oldini oladi. Chunki ikkinchi tomon odamlar ham bor. Yo'q, sizlar noto'g'ri qilyapsizlar. Bu mana shu holatlarga qarab bu narsalar to'g'ri. Sizlar hech baloni tushunmaysizlar, namoyishga chiqaverdinglar deb gapiradigan ham kerak bo'lsa 10 minglab, kerak bo'lsa 100 minglab odamlar bor. Ba'zi holatlarda o'sha qarama-qarshiliklar ham bo'lib turadi, ammo bu Germaniyada nisbatan olganda namoyishlar soniga, qatnashuvchilarning soniga nisbatan olganda juda kam bo'ladi. Buni ta'kidlayotganim, shaxslar, ya'ni insonlar mana shunday fikrni aytish imkoniga ega bo'lishi kerak. U masalan 10 ming odam chiqqani bilan bular ko'p bo'lib ketdi, kelinglar mana shu talabini bajaraylik degan narsa emas. U fikr qilishga fundament yaratiladi. Va o'sha 10 ming odammi, 20 ming odammi namoyishga chiqqan yoki 500 odammi, ular fikri o'rganilayotganligidan ko'ngillari taskin topib ishlarini bunday aytganda o'sha ish joylarida, maktabdami, stanokdami, zavoddami natijaliroq ishlaydi, bemalolroq ishlaydi. Va hokimiyat ham buni o'rganib, ommaviy axborot vositalari buni tez yozadi, gapiradi va fuqarolar xullas dor ustidagi dorbozday hamma vaqt chayqalib turadi. Hokimiyat ham ikkinchi bir joyida chayqalib turadi, hokimiyat ham. Biz endi buni istasak ham istamasak ham O'zbekiston ham bu holatlarga tez ora kirib kelishga majbur bo'ladi. Yana bitta aytmoqchi bo'lganim, mana fransuzlarning irqiy diskriminatsiyaga qarshi namoyishlari so'nggi kunlardagi. Irqiy degani endi rasa, ya'ni kelib chiqishidan. Chunki fransuzlar endi Aljerni Afrikada bunday aytganda uzoq vaqt koloniyasi sifatida saqlagandan keyin Fransiyada shu aljerlik bunday aytganda qora tanlilar ham juda ko'p. Bir paytlar Moskvada bitta nufuzli gazetaning muxbiri o'zining yaxshi tanish do'sti bunday aytganda Parijdagi jurnalistga borganida uyida o'tirsa bitta bir 10-12 yosharlar atrofidagimi qora tanli bolakayni ko'rib qolibdi-da, shu buning endi hayron bo'lib turganini ko'rgandan keyin u do'sti parijlik fransuz, shu aljerlik bolakay, men shuni bir uyda nima qilyapman, mana uning oilaviy nimalari shunaqa bo'lib qolgan deganda, endi bu muxbir, rossiyalik, moskvalik muxbir yozyaptiki, bizda bironta jurnalist shunaqa qilganini bilmadim ham, hali eshitmasam ham kerak. Biz uchun bu juda ham bir qabul qilib bo'lmaydigan holat deydi. Endi bu yerda biz tug'ilganimizdan masalan qora tanlimi, oq tanlimi, boshqami axir tanlay olmaymiz u. Biz tug'ildik, yashayapmiz. Shuning uchun hamma fuqarolar teng degan. Men shu yerda endi bilaman, Toshkentda shu 66-yillar bizni bir sinfdosh do'stimiz to'qimachilik institutiga o'qishga kirdi. Hozir o'tib ketdi, yigit rahmatlik Davlatboy. O'sha yotoqxonasiga borib turardi ko'rishga boshqa 67-yilda 68ning boshigacha.
66-yilda kirdi endi o'qishga. O'sha bitta negr yigit bilan bir xonada qo'yishgan uni. Ikki talabaga bitta xona kichkina. Ya'ni o'sha negr deymiz endi biz o'zbeklarda negr deyish haqorat deb aytilmaydi. To'g'ridan to'g'ri o'sha qora tanliga aytmasangiz. Uni hozir ham endi so'nggi paytlar kamaydi. Bu negr deyish har holda unchalik ma'qul emas deb qabul qilinyapti O'zbekiston jamiyatida ham. Bu albatta yaxshi narsa. Xullas, o'sha qora tanli afrikalik buni xonasiga qo'yilgan. Birgalikda shu tilni o'rgansin, ruschalab gapirishinglar, ruschani o'rgansin deb turibdi. O'sha paytlarda ko'chalarda biz tasodifan ko'rib qolardik, chunki yotoqxonaga tekstil institutidan, to'qimachilikdan oldidan o'tib borardik-da. O'sha qora tanlilarni agar bozorda ko'rib qolsangiz, shuncha bolakaylarning izidan yurganini ko'rardik. Ya'ni tomosha, bunday aytganda, tomosha. Hozir endi albatta unday emas. Ya'ni mana shu chidamlilik, tolerantnost, bu o'sha irqiy yaqinlashuv deyish mumkin. Endi Fransiyada mana shu irqiy muammolar yuzaga kelganligidan ularni himoya qilib, qora tanlilarni himoya qilib ko'chaga juda ko'plab odamlar namoyishga chiqishgan. Demak, bu Yevropaning o'ziga xos bir reaksiya qila olish qobiliyati darajasi. Xullas, biz Yevropadan hali ko'p narsa o'rganishimiz kerak bo'ladi. Albatta, milliy jihatlarni ham unutmaganimiz holda. Shuning uchun buni albatta kuzatishimiz, nafaqat kuzatishimiz, balki ochiq guruhlarda fikrlashishimiz kerak bo'ladi. Mahallalarda, maktablarda, boshqa aholi ko'proq uchrashadigan joylarda mana shu masalaga qanday hamma birdaniga ha bu to'g'ri deb xulosa qilmaydi. Biz mana shu fikrlashish orqali to'g'ri xulosalar tomon harakat qilamiz va O'zbekiston albatta bu yo'lda tezligini oshirib boradi degan umiddaman. Hammalaringizga sihat, salomatlik, diqqatlaringiz uchun rahmat.